E'tiboringizni yana Samarqandga qaratamiz. U yerda O'zbekiston-Rossiya sog'liqni saqlash forumi bo'lib o'tmoqda. Yangi hamkorlik va kelishuvlarga yo'l ochayotgan tadbir tafsilotlari bilan Nazira Mambet-Sharipova to'g'ridan-to'g'ri efirda tanishtiradi. Marhamat. Assalomu alaykum studiya. Haqiqatdan ham bugun Samarqandda o'tkazilayotgan O'zbek-Rossiya ilk tibbiyot forumining ishi mana ayni avjiga kirgan. Hozirga qadar shu yerning o'zida 150 dan ortiq mana shunday memorandumlar imzolandi. Bular ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirib kina qolmasdan kadrlar salohiyatini oshirish, umuman tibbiyotda yanada malakali yuqori texnologik operatsiyalarni joriy qilish, umuman O'zbekiston tibbiyotining sifatini, umuman darajasini yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi va mana ko'rib turganingizdek, umuman mana shu memorandumlar imzolash zali deb atasak ham bo'ladi. Shu yerni har bitta stolda mana shunday hujjatlar imzolash marosimini ko'rishimiz mumkin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hujjatingiz, memorandum haqida gapirib bersangiz. Bugungi nufuzli O'zbekiston Rossiya forum doirasida juda ko'p memorandumlar imzolandi. Tibbiy ta'lim, oliy ta'lim muassasalari bilan bir qatorda, shu qatorida Toshkent davlat stomatologiya instituti va Shimoliy g'arbiy tibbiyot universiteti o'rtasida hamda Privolsk tibbiyot universiteti o'rtasida Toshkent davlat stomatologiya instituti bilan memorandum imzolandi, shartnoma imzolandi. Muvaffaqiyatlar tilaymiz, поздравляем вас, tabriklaymiz. Va aytish lozim, umuman har bitta memorandum bu xoh kadrlar tayyorlash borasida bo'lsin, xoh yuqori texnologik operatsiyalar, umuman birgalikdagi ishlash, umuman ilmiy amaliy hamkorliklar bo'lsin, har birida shu yoshlarning ishtiroki, umuman kadrlar almashinuvi haqidagi bandlar ham o'rin olgan. Assalomu alaykum. Mana shu yerda mana Respublika onkologiya markazi rahbarini ko'ryapmiz. Umuman onkologiya sohasidagi hamkorlik endi strategiyasi qaysi yo'nalishda davom etadi Rossiya bilan? Birinchi navbatda yoshlarni o'qitish. Endi Rossiya bilan biz ko'p yildan beri birgalikda ishlaymiz. Andrey Dmitrievich Kaprin akademik bu Rossiyani Milliy onkologiya markazi direktori, bosh onkologi. Keyinchalik mana shu yildan boshlab bizlarni koordinatorlarni bir yil bizada o'qishadi, bir yil Moskvada o'qish to'g'risida kelishdik. Undan tashqari malaka oshishga ham bizning xodimlar bitta bizning markaz emas, har bitta filialimizga ham memorandum qo'l qo'yyapti. Har 15 ta filialimizdan ham malaka oshirishga 1 oydan 3 oygacha tekinga malaka oshirishga yo'naltiriladigan. Rahmat sizga va aytish lozim, ayni paytda davlatimiz rahbari tomonidan respublikada onkologik xizmatni yaxshilash borasida qator islohotlar amalga oshirilyapti. Tez orada respublikada katta onkologiya majmuasi xat ko'taradi. Umuman bu bilan nafaqat bino, balki uning ichidagi sifat mazmunini mana shunday loyihalar, kelishuvlar orqali yanada yaxshilashga xizmat ko'rsatiladi. Umuman bunday forumlarning, platformalarning maqsadi alaloqibat shu odamlarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini yaxshilash va yuqori malakali tibbiy xizmatni eng chekka hududlarga ham yetkazib berish sanaladi va aytish lozim, forum ishi yana davom etadi va biz jarayonlarning borishi haqida keyingi dasturlarimizda batafsil xabar beramiz. Studiya bizda hozircha shu. Rahmat, minnatdorlik bildiramiz jonli efirda taqdim etilgan ma'lumotlar uchun.